Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizga BirdBet ilovasida yoki rasmiy saytida qanday qilib tez va oson ro'yxatdan o'tish mumkinligini ko'rsataman. Avvalo, BirdBet ilovasini yoki rasmiy saytini oching. Asosiy sahifada joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Endi ro'yxatdan o'tish usulini tanlang. Siz telefon raqami, elektron pochta yoki bir marta bosish orqali hisob yaratishingiz mumkin. Eng qulay usul sifatida telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tishni tavsiya qilaman. Davlatingizni tanlang va telefon raqamingizni to'g'ri kiriting. So'ng o'zingiz uchun kuchli parol yarating. Parolni eslab qoladigan, lekin boshqalar topishi qiyin bo'lgan kombinatsiyada tanlang. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga BirdBet Pro promo kodini kiriting. Shundan so'ng ro'yxatdan o'tish jarayonini davom ettiring. Keyingi bosqichda shaxsiy ma'lumotlaringizni to'g'ri kiriting. Ism, familiya va tug'ilgan sanangiz hujjatlaringizdagi ma'lumotlarga mos bo'lishi tavsiya etiladi. Barcha ma'lumotlarni tekshirib chiqqaningizdan so'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Agar Sims yoki elektron pochta orqali tasdiqlash kodi yuborilsa, uni kiriting va hisobingizni tasdiqlang. Hisob yaratilgach, profilingizga kirib xavfsizlik sozlamalarini yoqing hamda kerak bo'lsa shaxsni tasdiqlash bosqichini yakunlang. Bu kelajakda hisobingiz xavfsizligi va xizmatlardan foydalanish uchun foydali bo'ladi. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Izohlarda o'zingizni qiziqtirgan savollarni yozib qoldiring. Yangi qo'llanmalar va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha belgisini ham yoqishni unutmang. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha